بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allohning fazli va rahmati bilan Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari fiqhining navbatdagi Allohning go'zal bo'lgan Al-Bar, yaxshilik qilguvchi degan ismini ma'nolari to'g'risida inshaalloh gaplashamiz. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsa aytadiki: وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Alloh subhanahu va taolo At-Tur surasining 28-oyatida aytadiki: albatta biz bundan oldin unga duo qilar edik. Albatta u Al-Bar, yaxshilik qilguvchi, Ar-Rahim, o'tayam rahimli bo'lgan zotdir deb aytayapti. Alloh subhanahu va taoloning Al-Bar degan ismining ma'nosi shundayki, Alloh subhanahu va taolo butun koinotni o'z yaxshiligi ila, o'z minnati va atosi ila o'rab olganligini anglatadi. Va yana Alloh subhanahu va taolo ne'matlarini yog'diruvchi bo'lgan zot ekanligini anglatadi. Wasi'ul ata'i, daimul ihsani, lam yazal va la yazalu bil birri wal ata'i mawsufan. Va yana anglatadiki, atoni eng kengini beruvchi, ya'ni ato berishlikda o'ta ham keng bo'lgan zot. Va yana doimiy ihson qilib turguvchi o'z bandalariga bo'lgan zot. Va yana hamisha azaldan va yana abadiy Alloh subhanahu va taolo ato berishlik sifati bilan sifatlanib keladigan zot ekanligini anglatgan ismdir bu. Wal ataya al mutatabi'a. Va yana Alloh subhanahu va taolo bandalariga birin-ketin atolarini berib turishligini anglatadi. Wal ala'il mutanawwi'a. Va yana turli ravishda Allohning ne'matlarini o'z bandalariga berib turganligini anglatgan ismdir. Laysa li judihi va birrihi va karamihi miqdarun. Alloh subhanahu va taoloni berayotgan ne'matlarini, qilayotgan yaxshiliklarini miqdori cheksizdir. Mana shu narsani anglatadi. Va yana Alloh subhanahu va taolo keng ne'matlar sohibi ekanligini va yana turli har xil bo'lgan va yana birin-ketin ne'matlarni beruvchi bo'lgan, birin-ketin keladigan ne'matlar sohibi ekanligini anglatgan ismdir. Bu Al-Bar, yaxshilik qilguvchi, ahdiga vafo qilguvchi, savoblariga jazo berguvchi, ya'ni savoblarni hamisha zoya qilmasdan ularni savobini, mukofotini beruvchi degan ma'noni anglatgan ismdir. Va birruhu subhanahu va ta'ala bi ibadihi naw'an, 'ammun va khos. Alloh subhanahu va taoloning bandalariga bo'lgan yaxshiligi ikki turli bo'ladi. Birinchisi al-'am, ommaviy ravishdagi bo'lgan yaxshilik. Alloh subhanahu va taoloning ommaviy bo'lgan yaxshiligi barcha bandalarini o'rab olgan. Buni qanday tushunamiz? Bu degani, bu Allohning yaxshiligidan yaxshi insonlar ham, mo'minlar ham, fojirlar ham, musulmonlar ham, kofirlar ham, munofiqlar ham va muhsinlar ham u yaxshiligidan nasibador bo'lib turishligini anglatadi. Ya'ni ommaviy Alloh taoloning yaxshiligidir. فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه إحسانه. biror bir shaxs yo'qki bu dunyoda biror bir shaxs yo'qki magar uni Allohning yaxshiligi o'rab olgan. Ya'ni yaxshi inson bo'lsin, yomon inson bo'lsin, Allohning yaxshiligi kelib turaveradi. Bu ommaviy yaxshilik. Alloh subhanahu va taolo aytgandek: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Isro surasining 70-oyatida Alloh taolo aytadiki: biz batahqiq inson, ya'ni odam bolalarini hurmatli qilib qo'ydik, mukarram qilib qo'ydik. Quruqlikda yo dengizlikda olib yuradigan qilib qo'ydik. Va yana ularni toyibotlar bilan, pok narsalar bilan rizqlantirdik. Odam bolalarini Alloh subhanahu va taolo pok narsalarni yeydigan qilib yaratdi. Ya'ni axlatlar bilan akramakumulloh rizqlanadigan qo'ymadi bizni. Va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, biz yaratgan mahluqotlarning ichida ularni eng fazilatli qilishlikda, o'ta ham fazilatli qilishlikda fazilatli qilib qo'ydik, deyapti. وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه
hay'atil hasanati was suratil jamila. Alloh subhanahu va taolo mana bu takrima, ya'ni hurmat qilishligi, insonni hurmatli qilib qo'yishligi, uni insonni juda ham go'zal suratda, juda ham yoqimli hay'atda yaratishligidir. Insonni Alloh subhanahu va taolo juda ham go'zal ravishda va pokiza qilib turib yaratdi. Bu ommaviy Alloh subhanahu va taoloning yaxshiligidan bo'ladi. Va yana Alloh subhanahu va taoloning ommaviy yaxshilik qilishidan shuki, musulmonlarga va kofirlarga, butun bashariyatga yaxshiligini, ne'matlarini berib turishligidir. Ularni sog'lom hayot kechirtirib qo'yishligi, ularni boy qilib qo'yishligi, ularga Alloh subhanahu va taolo o'z rizqidan berib turishligi ommaviy bandalarga qilayotgan yaxshiligidan bo'ladi. Kofirlar ham bundan bahra olaveradi. Alloh subhanahu va taolo mo'minga ham, fosiqqa ham, munofiqga ham, kofirga ham, muhsinga ham aytaylik boylikni beraveradi. Bu Alloh subhanahu va taoloni hech qanday farqlanmaydigan, bandalar orasida farqlanmaydigan bu yaxshiligi bo'ladi. Ommaviy yaxshilik bo'ladi bu. Bunda hech qaysi banda tanlanmaydi. Boylik berilsa ham, ko'p rizq berilsa ham, ko'p hurmat, sharaf berilsa ham bu ommaviy yaxshilik deb hisoblanadi. Bu kofirga ham berilaveradi, musulmonga ham, fojirga ham, solihga ham, tolihga ham berilaveradi bu. Bu Alloh subhanahu va taoloni ommaviy bo'lgan yaxshiligidir. Ikkinchi turi qaysi tur bu? Xos bo'lgan yaxshilik Alloh subhanahu va taolo. Huwa hidayatuhu man sha'a minhum li hada ad-din al-qawim. Bu maxsus bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni xos bo'lgan ajralib turadigan yaxshiligi shuki, u Alloh subhanahu va taoloni mana bu hech qanday shak shubhasiz bo'lgan, hech qanday kamchiliksiz bo'lgan dinga o'zi xohlagan bandalarni hidoyat qilishligi bu xos bo'lgan, tanlangan yaxshiligidir bu. Bunga faqat Alloh subhanahu va taoloni tanlab olganlarigina erisha oladi. Alloh subhanahu va taoloni muhabbatiga sazovor bo'lganlarigina bunga erishadi. Shuning uchun ham kim Alloh subhanahu va taologa va oxirat kuniga va Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haqligiga iymon keltirib musulmonman deb yashayotgan bo'lsa, u Allohga hamd aytsin, u Allohning maxsus bo'lgan yaxshiligiga sazovor bo'libdi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu xos bo'lgan yaxshiligidir. O'ylab qaraydigan bo'lsangiz, tafakkur qiladigan bo'lsangiz, islom diniga amal qilib yashashlik aslida juda ham yengil narsalarning ustiga qurilgan. Lekin nimaga unda ko'pchilik insonlar amal qila olmaydi? Nimaga unda ko'pchilik insonlar taqvo qila olmaydilar? Nimaga unda ko'pchilik insonlar tirisha olmaydilar desa, bu Alloh subhanahu va taoloning tavfiq beradigan tavfiq masalasidir. Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsagina inson ana bu yengillik bilan amal qila oladi. Shuning uchun la havla va la quvvata illa billah deb turib aytishlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la havla va la quvvata illa billah bu jannatning xazinalaridan bo'lgan bir xazinadir dedi. Ma'nosi hech qanday kuch va quvvat yo'qki, magaram Alloh bilan. Ya'ni kuch quvvat dinga amal qilishlik, mana bu yengil bo'lgan dinga amal qilib qolishlikning kuchini, tavfiqini faqatgina Alloh beradi. Bandani zo'rligidan emas, u taqvoligidan emas, u bandani tirishqoqligidan, aqlliligi, zirakligi, ilmligidan emas bu. Alloh taolo tavfiq bersagina bu dinga, yengil bo'lgan dinga, bu dinga amal qilishlik yengil bo'lgan dinga amal qilina oladi xolos. Mana shu narsani aytadi. Shuning uchun hayya alas solah deganda, muazzinda mana shu nidosini eshitganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la havla va la quvvata illa billah denglar deydi. Nimaga desa, mana shu men o'rnimdan turib namozga borishligimga Alloh taolo tavfiq bermasa men bora olmayman degan narsani aytadi. Tushundingmi? Shuning uchun hayya alal falah deganda ham la havla va la quvvata illa billah deb aytishlik kerak bo'ladi orqasidan. Yataqabbalu minhum al-qalila min al-amal. Alloh subhanahu va taoloning yaxshiligidan shuki, bandalaridan ozgina amalni qabul qiladi. Va yusibu alayhi ath-thawab al-kathir. Ana shu ozgina amalga Alloh subhanahu va taolo jazosiga, ya'ni mukofotiga ko'pgina qilib turib savob beradi. Va ya'fu an kathir min sayyi'atihim. Va yana ozgina qilgan solih amaliga ko'pgina bo'lgan gunohlarini kechiradi. Bizning shariatimizda musulmon kishi qachonki solih amal qiladigan bo'lsa, unga 10 ta bo'lib yoziladi. Bitta amal qiladigan bo'lsa, 10 ta amal qilib yoziladi. Lekin bitta gunoh qiladigan bo'lsa, bitta gunoh qildi deb yoziladi. Va yana hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu 10 ila 700 dha'fin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kimki bir yaxshilikni g'am qilsa, qilaman deb turib, va lekin uni qila olmay qoladigan bo'lsa, unga bitta hasanat yoziladi. Ana shu qilgan g'ami uchun ana shuni nechigina qildi deb yoziladi.
Va lekin kimki ana shu hasanotni, yaxshi savobli amalni qilaman deb turib niyat qilib turib va uni qiladigan bo'lsa, unga 10 ta bo'lib turib yoziladi, 700 barobarga to'g'ri yoziladi dedi. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ. Va kimki gunoh ishni g'am qilib turib, ya'ni qilaman deb turib, ammo uni qilmaydigan bo'lsa, unga yozilmaydi. وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ. Va agarda uni qiladigan bo'lsa, unga yoziladi. Ya'ni bitta gunoh bo'lib yoziladi. Rivoyahu Muslim. Bu Imom Muslim rivoyat qiladi. Musulmon kishi qaranglar, Alloh taoloni bu ham yaxshiligidan-da, xos bo'lgan yaxshiligidan-da. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo al-bar, yaxshilik qilguvchi degan zotdir. Musulmon kishi agarda savobli amal qilaman turib, niyat qo'ysa bo'ldi, unga savob yozilish boshlanadi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, Ramazon yaqinlashyapti mana. Ramazondan oldin sen Ramazonda ko'p solih amallarni qilishlikni niyat qilgin deydi. Chunki mana shu qilgan niyatingga ham sen ajr olasan. Agarda ana shu savob amalni qilolmasdan o'lib ketib qolsang, niyatingga yarasha ana shu amalni Ramazonda qildi deb turib, qiyomatda seni Alloh taolo mukofotlaydi. Va yana garchi uni qilolmasang ham, demak savob olayotgan bo'lsan, endi qilsang uni 700 barobarga to'g'ri savobini olasan deyapti-da. Tushunasizlarmi? Ramazon yaqinlashyapti. Men mana bu Ramazonda tavba qilaman, haqiqiy chinakam tavba qilishda. Bunga to'g'ri tavba qilaman. Lekin mana bu Ramazonda mana bu solih amal qilaman. Zakotimni chiqaraman, Qur'onni xatm qilaman, inshaalloh Qur'on yodlayman, inshaalloh Qur'onni mutlaq yodlab tugataman, inshaalloh ihsonlar, sadaqatlar qilaman, Allohning yo'liga borimni beraman, Allohning yo'liga qo'limdan kelgancha xizmat qilaman deb turib niyat qilib oladigan bo'lsa, ana shuni Alloh subhanahu va taolo qildi deb yozaganda, garchi uni qila olmasa ham. Shuning uchun ulamolar aytishadi, kimda-kim Qur'onni yodlayman deb turib azm qaror qildi, chinakam rostgo'y niyat qildi ichidan, men bir kun emas bugun Qur'onni yodlab tugataman dedi. U yodlamasdan o'lib qolsa ham, ana shu yo'lda ketayotgan bo'lsa bo'ldi. Kunda bir oyatdan bo'lsa yodlayotgan bo'lsa, u agar Qur'on tugatmasa o'lib qoladigan bo'lsa, u qori bo'lib o'ladi u odam. Qiyomatda qorilar qatori tiriladi. Chunki uni niyati chinakam edi. Garchi uni qila olmasa ham unga savob yoziladi deyapti. Allohu a'lam. Va min birrihi bi ibadihi fathu abwab al-inabati wat-tawbati wal-awbati ilayhi mahma kathurat adh-dhunub wa ta'addadat al-atham. Va Alloh subhanahu va taoloning bandalariga bo'lgan xos yaxshiligidan shuki, Alloh subhanahu va taolo modomiki mashriqdan, mag'ribdan quyosh chiqmagunga davr, mashriqqa quyosh botmagunga davr, va modomiki insonni joni halqumiga kelmagunga davr unga tavba eshiklarini, Allohga qaytishlik eshiklarini ochib qo'ydi. Bandalar Allohga xohlagan payt tavba qila oladigan qilib qo'ydi. Bandalar xohlaydigan bo'lsalar, Allohdan so'raydigan bo'lsalar, unga imkoniyat beradi. Allohga qaytish eshiklari hamisha ochiqdir. Mana bu ham Alloh taoloning maxsus bo'lgan yaxshiliklardan bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ayting ey Muhammad alayhisalom, ey mening o'zlarini nafslariga isrof qilgan bandalarim. Alloh taolo nima deyapti? Bandalarim deyapti. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a. Alloh subhanahu va taolo Alloh barcha gunohlarni kechiradi. U qanday gunoh bo'lmasin, hammasini kechiradi. Modomiki inson tirikligida tavba qiladigan bo'lsa. Innahu huval g'afurur rahim. Albatta u al-g'afur bo'lgan, o'ta ham mag'firatli bo'lgan, o'ta ham rahimli bo'lgan zotdir. Zumar surasi 53-oyat. Alloh subhanahu va taolo hadis qudsida aytadi. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qiladi. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Ey odam bolasi, sen menga duo qilmagan va umid qilmagan mendan kechirishligimni qanday holatda bo'lishingdan qat'iy nazar unga parvo ham qilmayman, men seni gunohlaringni kechirdim deyapti. Ya'ni menga duo qiladigan bo'lsan, mendan umid qiladigan bo'lsan bo'ldi. Mana shu narsani sen umid qilsan, men gunohlaringni kechiraman deyapti. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ey odam bolasi, agarda seni gunohlaring osmonlarga yetib boradigan bo'lsa ham, ya'ni ko'p bo'lsa ham gunohlaring juda ham, hatto ko'pligidan osmonlarga yetib borsa ham, balandligidan uni, men unga parvo ham qilmayman, seni gunohlaringni kechirdim. Modomiki sen mendan istig'for talab qiladigan bo'lsan, ya'ni gunohlaringni kechirishligini so'raydigan bo'lsan. Ya ibn Adam, ey odam bolasi, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqaytani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Ey odam bolasi, men oldimga yer yo'liqqan paytingda qiyomatda yerchalik katta hajm gunohlar, xatolar bilan menga yo'liqadigan bo'lsan,
Va lekin menga shirk keltirmaydigan bo'lsang, bu tavhidning fazilati bo'ladi. Allohni yakka iloh deb bilgan, Allohni hamisha yakka muhabbat borasida ham yakka deb bilgan, Allohni qo'rquv borasida ham yakka deb bilgan, Allohni rizq berish borasida ham yakka deb bilgan, hamma ishida Allohni yakka degan va eng avvalgisi degan va eng birinchi o'rinda deb bilgan odam bu muvahhid bo'ladi. Mana shunday holatda, meni yakkalagan holatda, menga shirk keltirmagan holatda yo'liqadigan bo'lsang, ana shu yerchalik senga mag'firat bilan kelaman, deyapti. Ya'ni yerchalik senga mag'firat beraman, ana shu gunohlarni yuvib yuboradi nejikini. Gunohlarni kechirib yuboraman va jannatga kirgizaman, deyapti. Ya'ni bu muvahhidlarni fazilati qiyomatda bo'ladigan. Qancha gunoh bilan kelmagan, menga shirk keltirmaydigan bo'lsang, seni jannatga kirgizib yuboraman, gunohlaringga parvo ham qilib qo'yman, deyapti. Alloh azza va jalla. Mana bu Alloh taoloning maxsus bo'lgan, xos bo'lgan, tanlangan, ajralib turadigan yaxshiliklaridan bo'ladi. Va min birrihi bihim muamalatuhum bis-safhi wal-afwi wa sidri az-zunubi wat-tajawuzi anha. Alloh subhanahu va taoloning xos bo'lgan yaxshiliklaridan shuki, o'z bandalarini hamisha af etib keladi. Yani hamisha ayblarini yashirib kelishligi ham bu Allohning maxsus yaxshiligidandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytadiki, Ibn Umar aytadi to'g'rirog'i, sami'tu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shunday deyotganlarini eshitdim. Innalloha yudnil mu'mina fayad'u alayhi kanafahu. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida mo'minni yaqinlashtirib o'ziga, unga Allohni pardasini tortib qo'yib turib, berkitib turib undan so'raydi, unga aytadi. Va yasturuhu, uni to'sib turib, hammadan to'sib turib unga aytadi. Ata'rifu dhanba kaza, ata'rifu dhanba kaza, fayaqulu na'am ay robbi. Mana bu gunohni bilasanmi? Mana bu gunohni bilasanmi? Turib Alloh taolo aytadi, undan so'raydi. Shunda u banda albatta ey Robbim, ha deydi. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Hattoki boyaga gunohlarini hammasi iqror bo'lgandan keyin inson o'ylab qoladiki, men bo'ldi, halok bo'ldim, jahannamga tushib ketdim deb o'ylab qoladi. Qala Alloh taolo aytadiki, satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dunyoda seni aybingni yashirgan edim. Dunyoda seni ayblaringni yashirgan edim va bugun men seni gunohlaringni kechiraman deydi. Yu'ti kitaba hasanatihi. Shunda hasanat kitoblarini beradi odamga. Ya'ni nomoy amallari o'ng qo'lidan beriladigan bo'lsa, va amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Kimki qiyomat kunida nomoy amallari yozilgan kitobi o'ng tomonidan beriladigan bo'lsa, odam nima bo'ladi? Jannatga kiradi. Shunda hasanat kitoblarini odamga beradi Alloh. Wa amma al-kafiru wal munafiqu fayaqulu al-ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Hud surasi 18-oyatda endi kofir va munofiqlar haqida aytadiki, Alloh taolo butun xaloyiq oldida ularni to'plab turib, endi ularni sharmanda qiladi Alloh taolo. Aytiladiki, ana ular o'z robbilarini yolg'onchiga chiqarganlar, o'z robbilariga yolg'on aytganlar, ana ular turib ularni xaloyiq oldida sharmanda qiladilar. Aytadiki, zolimlarga Allohning la'nati emasmi deb turib, Allohning la'nati bo'lsin deb turib ularni jahannamga uloqtiradi. Muttafaqun alayh. Va yana mana shu bilan gapimizni inshaalloh tugatamiz. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsin aytadiki, mana shu yerda insonga, ya'ni barchamizga bilishlik kerak bo'ladiki, mana shu yerda barcha insonlarni bilishlik kerak bo'ladiki, albatta al-bar bo'lgan, yaxshilik qilguvchi bo'lgan subhanahu va taolo o'zi yaxshilik qilguvchi va yana yaxshilik qilguvchi yaxshilik ahlini ham sevadi. فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر. Alloh subhanahu va taologa bandalar yaqinroq bo'ladi. Bandalar o'zlari qilgan yaxshiliklariga qarab. Kim ko'proq yaxshilik qilgan bo'lsa, Alloh taologa va ana shu ko'proq yaqin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yaxshilik qilgan ahllarni bu dunyoda o'zida ham hidoyatga chorlab qo'yadi, yaxshilik qiladi ularga va yana ularni hurmatlarini ko'tarib qo'yadi. Hurmatli qilib qo'yadilar dunyo va oxiratda. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Sizlar yaxshilikka hargiz erisha olmaysizlar modomiki o'zinglarni yaxshi ko'rgan narsalarni infoq qilmagunlarcha. Sizlar yaxshilikka hargiz erisha olmaysizlar to'yinki sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rgan, sevadigan narsalarni Allohning yo'liga infoq qilmagunga davr. Ya'ni yaxshi ko'rgan narsa siz qachon bera olasiz musulmonlarga, ilm olasiz, ana shunda siz haqiqatdan ham yaxshilikka erishasiz.
Alloh taoloni eng maxsus bo'lgan yaxshiligiga erishasiz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Biror bir narsani sizlar infoq qilinglar, batahqiq albatta Alloh uni bilguvchidir. Ali Imron surasi 192-oyat. Qala Qatada rahimahulloh aytadiki, Qatada rahimahulloh aytadiki, buyuk mufassir, lan tanalu birra robbikum hatta tunfiqu mimma yu'jibukum va mimma tahwawna bihi amwalikum. Allohning yaxshiligiga, ya'ni Robbinglarning yaxshiligiga erisha olmaysizlar. O'zingizlarni xohlab turgan, yaxshi ko'rgan molinglarni, pulinglarni infoq qilmaguninglarga javob bir tafsir bergan ekan. Alloh subhanahu va taolo barchamizga ilhom bersin. Barchamizga Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Allohning yaxshiligiga erishishlik uchun harakat qilib tirishlikni. Allohning yo'liga o'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarni Allohning yo'liga infoq qilish uchun. O'zimizga yaxshi ko'ringan narsalarni birovlarga ham, ya'ni musulmonlarga ham ilinishlikni, Alloh uchun ilinishlikka barchamizga tavfiq bersin. Va yana Alloh subhanahu va taoloning maxsus bo'lgan eng qimmatli yaxshiligiga barchamizni sazovor qilishligini so'rab qolamiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.